navbatdagi masalamizda yana qo'shma simbiozda nazariy yana trigeterzik organizmni chalishtiramiz tahliliy holatda. Endi bizga qarang. Qisqagina qilib nazariy kirasimbiozi va interferensiya koeffitsiyentini toping deyapti. Bu asli nazariy qo'shma simbiozlar degan. O'zicha narsa so'ragani bilan bunga yetib olgungacha o'zi ancha yo'l bosishimiz kerak. Xo'p, odatga ko'ra yana o'zimizni ustun. Ya'ni nokirosover organizmlarni yozib olamiz. Ya'ni katta A, katta B, katta D hamda kichkina A, kichkina B, kichkina D holatida ekan. Endi bularni yerlarni joylashish o'rnini ko'rish uchun eng ozlab ikkita qo'shma simbiyoz ma'lum bilan mana bunga murojaat qilamiz. Xo'p, qo'shma simbiyozlarni yozib chiqamiz. Uning uchun qarang, katta A, kichik B, katta D. Kichkina A, katta B, kichik D. E'tibor berib qarasangiz, A bilan D ni o'rni almashmagan. Kichkina A demak kichkina D. Katta A bilan katta D ga, katta A bilan katta D turibdi. B demak o'rtada ekan. Ya'ni genlarning ketma-ketligi o'zgarmaydi. Biz yana foizlarni topishdan boshlaymiz. Ya'ni birinchi topadigan foizimiz qo'shma simbiyoz foizi. Qo'sh crossni topish uchun mana 56 ga 44 ni qo'shamiz. 100 bo'ladi. Mana umumiy organizmlar sonini qo'shsangiz 10,000 bo'ladi. 100 da yana 100 da 10,000 ga bo'lamiz. Ko'paytiramiz. 100% ga aniq olamiz. Necha bo'ladi? Bunga bu mana bilan mana qisqarib ketsa, qo'shma simbiyozimiz foizi 1% ga teng bo'ladi. To'g'rimi? 1% bo'ladi. Xo'p, endi A bilan B ning o'rtasidagi yakka simbiyozni topamiz. A chiziqcha B. Buning uchun A bilan B almashgan joyini topamiz. Qarang. A almashsa kichkina A, katta B, katta D bo'lishi kerak. Kichkina A, katta B, katta D mana bu. Endi xuddi shuni teskarisi. Katta A, kichkina B, kichkina D mana bu bo'ladi. Ya'ni 612 ga 588 ni qo'shsak 1200 bo'ladi. Chunki mana 12 ni bu yoqqa qo'shsak 600 bo'ladi. 600 ga 600 1200. Endi uning uchun 1200 ni 10,000 ga bo'lib 100% ga ko'paytirsak 12%. Keyingisi B bilan D o'rtasidagini topamiz. Buning uchun mana 490 ga 510 ni qo'shsak 1000 bo'ladi. 1000 degani bu 10% degani. Buni xuddi mana bunga o'xshab 1000 da 10,000 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsangiz bu 10% deganidir. Demak, ketma-ketlikni yozadigan bo'lsak, xo'p, A, B, D holatda qiladigan bo'lsak, A bilan B ning orasi 12%, B bilan D ning orasi 10% bo'ldi. Nazariy qo'shma simbioz 1%. 12 ga 1 ni qo'shsak 13 marganida bo'ladi. 10 ga 1 ni qo'shsak 11 marganida bo'ladi. Bo'ldi, topib oldik. A bilan D ning orasi esa 24 marganidaga teng bo'ldi. Buni topib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz nazariy qo'shma simbiozni topish. Nazariy qo'shma simbiozni qanday topardik? Nazariy qo'shma simbioz. Buni topish uchun 13 ni ko'paytiramiz, 11 ga bo'lamiz. Nechaga edi? 100 ga. 100 ga bo'lamiz. Shunda chiqadi bizda nima necha chiqdi? 1,43. 1,43 foiz kelib chiqdi. Nazariy qo'shma simbioz. Nazariy qo'shma simbioz 1,43 foiz chiqdi. Endi bizdan interferensiya koeffitsiyentini so'rayapti. Biz uning uchun koinsidensiyani topib olishimiz kerak. Koinsidensiyamizni topish uchun, konusni topish uchun amaliy qo'shma simbiozlarni nazariy qo'shma simbiyozga bo'lishimiz kerak. Buning uchun bizda amaliy qo'shma simbiyoz 1% chiqqan. 1 ni bo'lamiz, 1,43 ga bo'lamiz. Shunda chiqadi 0,7.
0,7 bu konus chiqqan bo'lsa, konus. Birdan 0,7 ni ayirib qo'ysak, 0,3 chiqadi. Bu interferensiya bo'ladi. Interferensiya koeffitsiyenti 0,3 ga teng, koinsidensiya koeffitsiyenti 0,7 ga teng. Ha bu boshidachi, bu bunaqa muammo bo'lib hali tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin masalalarimiz ko'payib qoldi ancha, Xudoga shukr. Masalalarni ishlayversanglar, keyin o'zi hali ko'nikma hosil bo'lib, rosa oson chiqadigan bo'lib qoladi. Bu o'zi ana gidroga chachishtirishlarimizdan ham oson, chunki qolibi ko'p emas bu. Qolibi bir xil. Ana shuning uchun bemalol haliga diqqat olmasdan yaxshilab qayta ko'rib o'rganib oling.